Assalomu alaykum. JavaScript intervyu playlistimizning yangi darsiga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz none, ya'ni not a number haqida. Ko'pchilik none'ni oddiy son deb o'ylaydi, lekin aslida u JavaScriptdagi maxsus qiymatlardan biri hisoblanadi. Intervyularda esa none nima yoki none qanday holatlarda hosil bo'ladi degan savollar tez-tez uchraydi. Demak, none not a number degan ma'noni anglatadi. Bu qiymat JavaScript son qaytarish kerak bo'lgan joyda haqiqiy son hosil qila olmaganda javob paydo bo'ladi. Demak, kod orqali yozishni boshlaymiz va yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Console'ga bu joyda natijamiz mana none qaytaryapti. Bu joyda hello degan matnni biz numberga aylantirishni iloji yo'q. Shuning uchun JavaScript none qaytaradi. Endi none qachon hosil bo'ladi? Yozamiz. Console number. Buni yuqorida yozdik, lekin number. Xo'p, misol uchun mana yuqoridagini o'chirib tashlaymiz. Bu yangidan olib chiqamiz. Demak, bu joyda none. Endi ikkinchi misol. O'chiramiz. 0 ni bo'lamiz 0 ga. Bu joyda ham none. Endi biz bu yerda avtomatik formula ishlatamiz va -1. Xo'p, bizda nima xato bo'ldi bu joyda? -1. None. O'zimiz dasturimiz, kompyuterimizda ozroq muammo bo'lgan ekan. Men kodda qayerdir qolib ketdimikan deb o'yladim. Ko'rib turganingizdek, JavaScript matematik jihatdan hisoblay olmaydigan, ya'ni hisoblab bo'lmaydigan yoki noto'g'ri sonli qiymatlar bilan ishlaganda none hosil bo'lishi mumkin JavaScriptda. None'ning o'zi turi qanday? Endi turini biz comment olamiz va turini type of bilan tekshirib olamiz. Type of none. Bu o'zi number. Bu juda qiziq. Ko'pchilik type of deb none'ni tekshirsa yoki none yoki undefined bo'ladi deb o'ylaydi natijani. Lekin JavaScriptda number qaytaradi, chunki none texnik jihatdan number turiga kiradi. Endi none'ni taqqoslab ko'ramiz. Ya'ni console log none ikki tenglik operatori va none. Bu joyda false. Endi 3 tenglik operatori bilan ko'rsak ham false. Bu endi JavaScriptdagi eng qiziqarli holatlardan biri. None hatto o'ziga ham teng emas. Ya'ni none'ni 3 talik tenglik operatori bilan tekshirsangiz ham natija false qaytaradi. None'ni qanday tekshirish kerak o'zi? Endi yana bitta qiziqarli tomoni. Demak, bu joyda is none ko'rishimiz mumkin, true chiqaryapti. Endi bu joyda chiqamiz, bu joyda false chiqaradi. JavaScriptda is none funksiyasi mavjud. U qiymat none bo'ladimi yoki yo'q? Yo'qmi shuni tekshiradi. Lekin ishonchliroq usul bor, ya'ni bu is none funksiyasidan number
va saylan number bitta nuqta. Endi ko'rib turganingizdek false chiqaryapti. Endi masalan number is none funksiyasi ishlatish tavsiya qilinadi ko'proq. Chunki u faqat haqiqiy nan qiymatini tekshiradi. Endi ozroq real loyihadan misol yozamiz. Masalan, yosh number deymiz va frontga nima bo'ldi? Bu tomonga o'tib ketdi. Bu avtomatik ishlab ketayotganligi uchun shunaqa bo'lyapti. Kiriting bo'lyapti bizda. Demak, biz mana buni o'chirib turishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qayerda bo'lardi bu? Mana. After save qilmay tursin. Ya'ni kodni oxirigacha yozib olishimiz kerak. Number boyagidek ishlatamiz. Xo'p, bu joyga console logga faqat son kiriting. Okey. Siz bunda berasiz va qo'yamiz. Yosh ta'siz deb qo'yamiz. Demak, buni ishga tushirsak ham bo'ladi. Endi misol uchun adashib ilmurod kiritib qo'ydik, natija faqat son kiriting degan natija qaytaradi. Endi yana bitta ishlatamiz. Misol uchun 25 kiritadigan bo'lsak, voy. Uzr. Bu joyda biz bundan emas, bundan foydalanishimiz kerak. Shunda mana bu o'zgaruvchimizni qabul qiladi. Endi ishlatib ko'radigan bo'lsak, misol uchun 25 kiritamiz. Endi ko'rib turibsiz, siz 25 yoshdasiz degan natija bizga qaytaryapti. Foydalanuvchi noto'g'ri qiymat kiritsa, dastur nan hosil bo'lishini tekshiradi va mos xabar chiqaradi shunga. Biz mana bu yerda kiritib qo'ydik. Ko'rib turganingizdek. Bu usul formalar yoki foydalanuvchi kiritadigan ma'lumotlarni tekshirishda juda ko'p ishlatiladi. Demak, yakuni videomizni xulosamiz. Nan noto'g'ri sonli hisob-kitob natijasida hosil bo'ladigan maxsus qiymat. Typeof bilan tekshiradigan bo'lsak, nanni natijasi number hisoblanadi. Nan o'ziga ham teng emas. Uni tekshirish uchun number is none funksiyasidan foydalanish tavsiya qilinadi. Demak, videoni yakunlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Like bosing, kommentariyada bizni qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling.